Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va chorva ishqibozlar. Mana bugunimiz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida Elmurod akamning xonadonida turibmiz. Qo'chqorlarni qanday boqish, qanday yem berish, arzon usulda boqish ma'lumotini yetkazib beramiz. Videoni boshida aytib o'tamiz. Obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolisa mana shu qo'chqorlarni qanday boqish sirlarini ma'lumotni yetkazib beramiz. Video davomida silos berar ekan. Qanchadan beriladi endi bular Qobiljon? Har bitta qo'ra. Har bir qo'raga bir taqaradan beriladi. Har bir qo'rasiga bir taqaradan mana siloslar. Silosni ham oz qolib silos. Ko'chirib, tayyorlab, ochib o'rchib ekan. Video davomida akalar. Oxirigacha ko'rib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Qobiljon bu yamaga qancha silos ketgan mashazini yamanga? Ikki emas silos bosilgan a? Nechta qo'yga berilyapti shuni? 20 bittani ikki emas silos bilan baxyapsan. Akalar qo'ylarni bir boshdan ko'rsatib beramiz. Mana akalar qo'chqorlar. Ular hammasini junnab qo'yibsizlar o'zi. Har bir qo'rada 4 donadan. Bu hammasi qorami buni? Bu rangligi yo'qmi? Yo'q. Mana meni ham deyishdi mana. O'zi oxirlarni ham tayyor qilib, shipirib, yem beradigan payti ham bo'ldi o'zi qo'ylarni. Obunachilar mana o'zi yem berish boshlandi. Bir tog'ora silos, mana 5 dona qo'chqorga solinadi, ustidan yem solinar ekan. Tashla. O'zi silosni yegani shashilib turibdi qo'ylar. Talamash qilib. Mana shu qachon kelgan bular? Dekabrda kelgan hammasi. Dekabrda kelgan hamma qo'rada qo'ylar. Mana akalar. Bellari ham keng bo'lib, semirib, ancha katta bo'lib ketibdi qo'ylar. Mana qo'chqorlar. Silosni yeyishi, silosni ham normal ekan. Kepak 5 ta qo'yga bir taqara silosdan keyin qancha yem beriladi? 5 kesa kepak, 5 kasa kepak, 3 kasa makka. Qani? Yemini ham tashlanglarchi. Bular oldin. Maşallah. Canavarlar ko'z tegmasin. Yeyishini qara, yeyishini. Akalar endi hozir eng arzon usulda boqaman deb yurgan akalarga arzon usuli shu. Ularda silos ustidan 5 ta qo'yga 5 kasa, har bittasiga bir kasadan kepak, 3 kasa makka. O'zi silosni yemi bor. Silosda ham makkasi bor o'z ichida. Bayda 5 ta turar ekan, hammasi qora, bitta ko'kishi bor ekan. Keyingisiga hozir tayyorlaydi. Keyingisini ko'r. Mana keyingilari. Keyingilari ham o'zi dumba bo'lib qolibdi. Qo'chqorlar. Gapgacha unisini ham. Oxirda ham buzib yormaydigan variantida. Latokni qo'yib, tagiga shlaka blokni qo'yib, qo'raq qo'yilgan. Odar. O'zi hammasi yemni kutayotgan ekan-a. Buni ikkiga bo'linadi bu taqarani. 4 ta qo'raga 2 taqara. Har bir qo'raga yarim taqaradan bular. Bularga yemi qanaqa endi? Bularga yemi 4 kasa kepak, 3 kasa makka. 2 kasa makka. Demak, bitta kam bo'lsa, bitta kam berilaverar ekan. Bularning ichida mono ekan, yengsimiz bo'yinlarni qaranglar. Qaranglar qo'chqorlar. Haqiqat. Dekabrda yemga tashlangan ekan, 4-oy.
4-chi oyga baqilyapti. Bular qachonga tayyor bo'ladi? Qachon sotish maqsad? Ya sotilmaydi hali. Sotlar semirsa. Ha, yana semirish kerakmi bular? Bular yoshi qanaqa? Hammasi qo'zi shekilli. Hani Makka kepak do'sti. Makka aralashtirilgan. Makka kepak aralashtirilgan. Qani mana shularga tashlash. Boshlariga to'kilib ketdi. Akalar hammaning uyida shunaqa bir qora qo'ylar nasib qilsin, qo'ylarni qaranglar. Hammasi tayyor juni olingan, junini olib tashlangan. Kashtangi bor ekan, tikka ekan. Tikka qo'chqor. Mana bular tayyor juni olib qo'yilibdi. Qo'chqorlar badani ham ellik ekan. Mana bu tishi ham bor ikkitasi. Qo'chqorlar hammasi go'zal variantidan ekan. Mana yeyishini qaranglar. Silos kepak. Ortqizib qo'ymaydimi buni? Yo'q. Yeb tashlaydi. Zo'r ekanda. Qap quruq berishga qancha o'tasizlar? Ya qap quruq berilmaydimi hozir? Quruq, hashak. Sos tugagandan keyin qilib. Silos tugasa, silosi ham oz qolibdi. Silos tugasa o'zi quruq o'tar ekan. Qo'chqorlar akalar. Go'zalidan maqaman deganlarga, faqat qorasidan maqaman deganlarga ekan. Bu qora ekan. Bular hammasi qora. Bular bitta sarig'i bor edi. Qayda sarig'i birinchi chiqargan videomizda sarig'i bor. Nima bo'lgan? Nech pulga sotildi sariq? Sariq nech pulga ketgan? Bilmaysan. Buni ichida yana zotga so'raganlar. Zoti ham bor ekan bitta. Kashtan. Kalla qora ag'i, shikalan jun. Qarashmaysanmi akangga? Oddiy naves, qora qurushga qiynalib yurganlar ekan. Oddiy naves shu uzunligi bir 15 metr oshiqroq. Shuncha qo'chqor baqilyapti. 20 bitta. Har bittasida 4 tadan beyda 5 ta boy mol donini qilingan ekan. Bular eng kattalari ekan, yiriklar. Bular kichikroq semiz variantlar. Bular semirib bo'pti payt. Bular mana shu jiyanlar maktabga borib, maktabdan kelib, maktabga ketyapti turib qaraydi. Mana shu ishi. Maktabga boradi, darsini o'tadi, darsdan keyin qo'ylarga qaraydi. Shu. Mana. Qo'yni tez semirtiraman deb hamma har yo'lini qidirib ko'radi. Qo'y tez semirmaydi akalar, qo'chqor ayniqsa. Qo'chqor tez semirmaydi. Uzoq boqib 6 oy, 7 oy boqilsa, qo'ylar keyin effekt beradi, aytgan effekti beradi. Mana qo'ylar hammasi yemini yeyapti. Shunda qo'ylarning hammasi zo'r. Hammasi yemini yeb turibdi. Xudo xolisa bularni zo'r puldan sotadi. Sotishga kelib qolsa mazza qilib sotadi. Tayyor juni yo'q. Ko'zi ko'rib turibdi odamni. Hammani qo'rasida shunaqa qo'ylar ko'payaversin deb mana shunda videoni chiroyli qilib beramiz. Keyin sotilish payti chiqaramiz videoni, xudo xolisa. Sotilayotganda qo'ylar qanaqa o'zgargan, o'shalarni ham bir kommentga yozib o'tasizlar. Videolar yoqqan bo'lsa, otangga rahmat deb kommentga yozib o'tasizlar akalar. Mana shu qo'ylarim sheyda maktabga ortib, maktabga ketyapti. Qarab, shu maktabdan tashqari shu qo'ylar bilan shug'ullanadi faqat. Dadasi olib tashab, junini olib chiroyli qilib bergan, faqat o'rgatib qo'ygan, mono berasan deb, pastiyarni shular o'zi qaraydi. Videolarimiz manfaatli bo'lib, kimgadir yoqsa, shu qo'y quraman deganlarga
oxurdu ham uzuvaryapti, suzishyapti deganlarga mana oxurlari latoglik. Latokni ham ular sindirmaydi, suzgan bilan sinmaydi, beton. 4 ta oxur bilan ish bitgan. 4 ta latok bilan ish bitgan. Mana shu ish to'kimaydi, chachimaydi, chuqurmas, bo'yi yetadi. Lekin tagi ko'tarilib ketganda buni ham oxurda ham baravar birga ko'tarib turish kerak. Shu bu silosni yegandan keyin suvni kam ichadi, o'sha tomoni yaxshi. Suvaryapti turgan odam 20 paqirishdi, 15 paqirishdi deb qiynalib o'tirmaydi. Qo'chqarlarga o'zlaringiz bitta baho berib qo'yasizlar. Xudo xolisa video syomkamizni sheyda to'xtatamiz. Og'iz ochar mahal bo'ldi. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.